можешь держать свою голову высоко, все знают, какой у него опыт, все знают, что ты молодой. Скажи пару слов своим болельщикам. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana bugun bizlar shuncha insonlar kuzatib kelib tomosha qilib turibdi. Hammalarga rahmat. Mana shu bizning O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turganlaringga shunchalik bizlarni ichki ishlar MMA federatsiya akalarga ham rahmat. Aziz akalarga jon arzon bo'lsin. Nasib bo'lsa hali men to'g'risi uncha trenirovka qila olmadim. Chunki bu yaqinda vizit tashlaganda, chunki Tailandda shug'ullanib, necha oydan bir forma qilib yuruvdi, lekin men 15 kunni necha kunni qolganda jangini qabul qildim, qochmadim, chunki menda jilena bor. Nasib bo'lsa inshaalloh yanagi jangimda shug'ullanib, o'zimga forma qilib, chiroyli bo'lib qaytaman. Meni qo'llab-quvvatlab turgan butun ota-onam jonlar zamon bo'lsa, meni har doim istaman, yutqasaman, padishka qiladi. Sizlar ham ayni o'zim hammamiz o'zbekmiz, bir-birlarimizni yutqazish, yutish Allohdan. Padishka qilinglar, qo'llab-quvvatlanglar, ustozlarimga rahmat. Mana bu Ilat Xomeyga rahmat, men sponsorim. Padishka qilib har doim yomon yaxshi kunlarda ham padishka qilib turibdi. Hali bu yutqazish narsa emas. Hali bu yutqazish narsa emas. Inshaalloh Alloh izniyle yanagisida sizlarni xursand qilaman. Barchalarga rahmat. И проходим к следующему бою.